Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda syomkamga tayyorlanaman. Hozir bahor, ham sovuq, ham issiq bo'lyapti. O'shaning uchun qizlar tan olish kerak. Rosa kiyim tanlashga qiynalamiz. Yubqa kiyinib ketsak, birdaniga kun sovib ketadi. Issiq kiyinib olsak, birdaniga kun isib ketadi. Xullas, qisqasini aytganda, qizlarda kiyim doim problema bo'ladi. Menda ham shu. Bahorga bir dunyo kiyimim bo'lsa ham, yo'q. Yana yengillik qilish uchun kiyinishga tushmoqchiman. Ayla, kiyim mavzusini chetga surib turaylik. Menga juda ko'pchilik Instagramda yo'q bo'lib qoldingiz deyishdi. Tan olaman, syomkalarim ko'payib ketgani uchun Instagramimga vaqt ajrata olmadim. Lekin sizlar uchun zo'r yangiliklar tayyorlab qo'yganman. Va tez kunda sizlarga yangi aktrisani obrazini qilib berishga harakat qilyapman. Ha, shu videoning tagiga ham yana qaysi aktrisalarni obrazini qilib berishimni yozib ketishinglar ham mumkin. Men o'qiyman va juda ham xursand bo'laman. Mana sizlar bilan dildan suhbat qilib, syomkamga lukam yaratib oldim. Rozoviyni juda ham yaxshi ko'raman. Meni garderobimda juda ham ko'p kiyimlarim rozoviy rangdan iborat, lekin hozirda boshqa rangdagi kiyimlar ham yoqyapti. Demak, garderobim o'zgaradigan payt keldi. Xo'sh, bugungi lukum yoqdimi sizlarga? Men syomkaga ketdim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.